Aleyküm barchamizni hayit ayyomlari bilan aziz musulmon va muslimalar. Bitta savol sizlarga tug'ildi. Nima uchun nogiron bo'lgan shaxslarni hamma yoqdan haydaydi? Bu yoqqa o'tirma, sal ichkariroq kir, bitta o'tirasan. Sen hech qanaqa gadoychilik qilmaysan, boshqa qilmaysan, lekin seni haydaydi u yerdan. Qiziq, a? Menga ham qiziq. Nima Yunusobod militsiyani bo'limiga yetib borgan jinoyatchilar qolmaganmi boshqa? Endi metrodan qolishgan nogironlarga yopishtilaring bayramda. Juda yaxshi ish qildingiz. Juda yaxshi. Siz aslida bizni ham himoya qilishingiz kerak. Boshqalardan. Bizani hech kim xafa qilmasin. Bu boshqa narsa. Lekin amalda bu narsa bo'lmayapti nimagadir. Janob Mirziyoyev, balki ularni rahbariyatiga beruv berasiz. Dars o'tkazish uchun barcha aholi bir xil ekan va nogiron shaxs tushunishda ega va himoyani ega bo'lish kerak. Qachongacha shunaqa davom etadi? Qolib ketdik biz metroda. Metro 3 ta ochiladi. Bizga faqat bitta narsa, ko'chada o'tirib hech kimga tegmadik. Biz hech kimga tegmadik. Odamni noto'g'ri o'ylashi mumkin dedi. Menga qarab, militsioner. Men aytdim, ma'lum birov o'ylashi bilan nima qizig'im bor? Kim nima o'ylasa o'ylaversin. Men bir narsa bildimmi? Yo'q deydi. Bo'lmasa nimaga haydayapsan? Shunaqa qilish kerak deydi. Tavba qildim. Janob Prezident va boshqalar o'shani iltimos e'tiboriga olinglar. Assalomu alaykum.